Yo, barchalarga salom bolalar, sizlar bilan har doimgidek Zeyron bolalar. Bugungi videomizda GGStan saytidan PUBG Mobile akkauntimizga hozir yuz ishlab ko'ramiz. Hisobimizni hozir 450 ming so'mga to'ldirib olganmiz. 450 mingga qancha yuz yo'lar ekanmiz bolalar. Xo'p, sizlarga birinchi o'rinda qanaqa qilib hisob to'ldirishni o'rgataman. Masalan, men 4000 galdiga to'ldirib olganman. Sizlar ham to'ldirmoqchi bo'lsangiz o'sha balans ustida plyus bor, shuni bosasizlar. O'zingizlarga qulay kartani tanlab to'ldirsangiz bo'ladi. Masalan, men ko'pincha xumordan to'ldiraman. Masalan, xumorni tanlaysizlar. Masalan, sizlardan bir 2000 to'ldirmoqchisizlar. Promokod degan joyi bor tepaga. Shekka Zeyron qilsanglar bolalar. Sizlarga to'ldirishga 20% qo'shib beradi. Nima desam bo'ladi? 200 ming tashsangiz 220 ming, 300 ming tashsangiz xullas 20% qo'shib beraveradi. 1000 gal tashsangiz 1200, 2000 tashsangiz 2400. Любой summaringga 20% qo'shib beradi. Sizlarga bitta baraban aylantirishga beradi. Bu barabandan ham bitta o'tsanglar, depozitga plus 20%. Endi Zeyron promokod sizlarga 40% qo'shib beradi. 100 ming tashsangiz 140 ming qilib tushirib beradi avtomatik. Qani bo'lmasa, open case boshlaymiz. Yangi case'lar ketdi, Venom case'lari, shulardan ochib ko'ramiz. Birinchi Spider-Man'dan bitta ochib ko'ramiz. Keyin Venom ochamiz. Qani Spider-Man 1000 galdiga ochdik. Qani necha tushayotgan? Bu minus menimcha 300. Ne minus. Endi Venom ochib ko'ramiz. Venom plus bersa kerak. Bizga o'zi tushdi. 2200 mana. 1200 foyda berdi. Normalniy. Tak, 4,5 ming galdi bo'ldi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar bo'ladi, sizlarga qanaqa qilib UC chiqarishni ham o'rgataman. Tak, endi qaysi case ochamiz? Go, major case'dan 5 talik. Bolalar, sizlarga bepul case'lar kerak bo'lsa, Telegram kanaliga o'tib olsangiz, aytda har kuni bepul case'larga promokodlar tashlayman, o'tib sizlar ham bemalol olsangiz bo'ladi. Silka kommentariyaga qo'yib ketaman. Tak, yana 5 talik ochib ko'ramiz. Tak, hozircha yaxshi 1400. O'ziniki 4 talik tez ochish bilan qilib ko'ramiz. 1400 yaxshi. Chiqamiz. Go. Mashinalar kesidan 5 talik ochib ko'ramiz. Yaxshi. Hozircha chotki. 1900 berdi. Tak, endi Pro kesidan Metro Royal kesidan 5 talik ochib ko'ramiz. Skavorodga bor shans katta, shu tushib bersa chotki bo'ladi. Tak, bizga minus berdi menimcha. 402. Kontrakt ko'ramiz 5x ga. Kimga open case qilib berish kerak bo'lsa, Telegramda yozsangiz 200 ming, 300 ming pullarga ko'proq yuz olib beraman. Tak, endi bitta risk ko'ramiz. 1790 lik case bitta ochamiz. Qani bizga necha yuz tushar ekan? Kommentariyada chiroyli so'z bilan idea qoldirsangiz, 3 odamga 60 yuz aniqlab tashlaymiz. Qani bizga 4,5 ming mana bolalar omad. Olib qo'yamiz yuzi chiqarishga. Oxirgi yuzi chiqaramiz. Bunga 3850 yuzi beradi. Bu 4,5 mingga. Bizda bepul case'lar ham ochildi. Go, yana Venomni ochib ko'raylik. Bu sayt orqali kichik summa bilan ko'p yuz olsangiz bo'ladi. Maslahatim kirib o'ynab ko'ringlar. Bizga necha berdi? Minus menimcha 401. Yana bitta ochamiz. Davay, bitta super kart tushib ber. M416. Menimcha 500 mi shunaqa edi. 500. Chiqamiz. Spider-Man case'dan bitta ochib ko'ramiz. Tak, bizga net tushadi. Mashina to'xtaganda yaxshi edi. 700. Chiqamiz bu case'dan ham. Gopni Bugatti case'dan ochib ko'ramiz.
bizga qancha tushadi? To'xta, 900 UC plus bu. Sotamiz. 1,5 ming bor, 1,5 mingga bitta risk ko'ramiz bolalar. Mumiya kesini ochamiz. Plus bersa chotki plus beradi, minus bersa tak biznes kodda minus beradi. Bu 50 qani go. Yo'q, o'ta minus bolalar. Tak. Sotamiz Karlon kostyumimizni 4600 balans bor. 4600 ga sizlar uchun bitta 2,5 minglik kesni ochib ko'ramiz. Bu degani bir 2000 UC bo'ladi. Tak, bizga necha UC tushar ekan? To'xta, no avem. 2200 o'ziniki. Sotmaymiz. Tak, endi qaysi sotishlar? Bepul case. Tak. Endi 2900 yetmaydi balansimiz. 2900 dan ochib ko'rardik. Go outfit case'idan ikkitali ochib ko'ramiz. Tak, mumiya. O'ziniki foyda. 3 tali ochib ko'ramiz. Qani bizga qancha tushar ekan? Birinchisi minusga tiqvordi-yu. Tak, endi hammasini kontrakt ko'ramiz. 5x ga qani go. Men sizlarga risk qilib ko'rsatyapman. Azarga kirmas o'ynasangiz, ko'tarib olsangiz bo'ladi. 3900 ancha plus. Tak, necha yaqsa bo'ladi? Yo'q. 70% yaqsak. Qani go. 70% bilan tushdi 4700 galdiga. Sotamiz. Tak, necha ko'tarsa UC yechib olamiz. Goma shu 1700 zo'r berdi. Ochib ko'ramiz ikkitali. Qani. Bizga minus. Nu katta keslar bittali ochinglar, maslahat beraman bolalar. Shunda yaxshi plus beradi. Bizga yo'q, yana minus berdi. Nu bitta eventda narsalar olib kelamiz. Hammasini olishni bo'lsaylik. Kes o'tsa ham bitta ham AirPods oshadi, narsalar beradi. Case'lar. Tak, 2200 sleeve qo'rdi. Endi hozir buni qanday ko'tarsak bo'ladi? Qaysi kesni ochib bo'ladi? Ferrari'dan ochib ko'ramiz. Bitta любой Ferrari tushib bersa, doppamiz osmonga ko'tardik. Bizga o't yaxshi. 1800 UC bu plus. Da. 400 plus berdi. Samanna kesidan 5 tali. Bizga necha beradi? Birinchi plus yaxshi. Hozircha yaxshi ketyapmiz. No, chotki 3400 berdi. Go'bola stand-off bo'limdan ochib ko'ramiz. Stand-off ham zo'r beradi bu o'yinga. Stand-offga ham gol chiqarsa ham bo'ladi bu saytda. Tak, sayt silkasi описаниеda bo'ladi yoki Google ga GG Stand deb yozsangiz chiqadi. Qani bizga net tushar 2900 ga ochdik. Noj berdi. 1000 ga maydi. Katta minus berib yubordi. Tak, Venom ochib ko'ramiz. Bizga necha tushadi? To'xta, no minus mancha bu nojam arzon. 777. Chiqamiz. Bola bitta bor balansga case ochamiz. Ko'ramiz necha tushar ekan. Bir galda etmasak ham mana ochardik. Tak. Qani bizga case? Mana bolalar. No, biz ko'taruvdik, UC cho'zilgan bo'lardi. No, video kamligi uchun case ochishda davom ettirdim. Bizga
Mac 10 1300. Nima o'ziniki yana bitta ochib ko'ramiz. Nima jigar bitta beri bor. Minus. Upgrade qilamiz. 5x ga. Shu bilan videomiz tugadi deb o'ylayman. Tushib berdi yaxshi 27% bilan videoni davom ettiramiz ekan. Hozircha imkoniyatimiz bor. 1,5 mingga qaysi soat bo'ladi? Upgrade nomer 4 dan ochib ko'ramiz. Balansimiz shu bilan tugadi. Go. Bizga nima tushadi? To'xta. AVM Statrack 3600. Mana bola balans qaytarib oldi. Chotki. Qanchaga o'tish kerak chota Senofeni oqizdiradi. Yana ozgina ko'tarsa yuziga yechib olamiz. Tak, endi qaysi soch bepul case, diamond case ochilib bitta ochamiz. Qaranglar bepul casedan qancha beradi. Bepul casedan bizga ultimate maska tushdi. 428 mana. 325 degan bo'ldi tekindan. Prosta saytga kirib, ozgina pul to'ldirib USD bosish kerak bolalar. 3000 ga oldik sizlar uchun bolalar, o'g'lan like bosganlar uchun qani go. Farovon bor ekan bolalar. 170 ming oldi ekan. Qani bizga minus qo'rdi. 600 kod ekan bu case. Naruto case ron chiqamiz. Ikkitalik. 1300 ga ochdik. Bizga yaxshi 1600. 900 lik itvacha case ron chiqamiz. Chiga bo'ri. Qani bizga birinchisi yaxshi, ikkinchisi chichib qo'ydi lekin. Bu shundan to'ttaligiga yetsa yo 3 talik kerak. 3 talik ochamiz. Yana bitta oddiy kes ochib hammasini kontrakt qilib ko'ramiz. Yaxshi. Oxirgisi chichib qo'ydi. Tak, yana bitta 400 kes ochamiz, hammasini kontrakt qilamiz. Chota internet ishlamayapti. Tak, mana shuni ochaylik. Tak, 90. Endi o'yinlar kontrakt 5x qo'lamiz. Hammasini tikdik. Ya'ni go. 2000 ga oldik tikdik. Closes 578. Chichi bordi. Prem. Yana 5x ko'ramiz. Bor balans tikamiz. Ketdi. Bizga yana tushib berdi. Upgrade prosta imba. Ko'rishlarga 0 pramga oldi. Chotki beryapti upgrade'da. Tak 2900 bo'lsa bitta risk ko'ramiz yana. Go. Itizot voy bile kod Bentley 3008 yaxshi. Tez ochib ketdi. Yana bitta shu 3000 lik casedan ochib ko'ramiz. Voy bu ham tez ochish ekan. UAS 1300. Sekin ochish kerak edi. Venomdan ikkitali ochib ko'ramiz. Plus bersa bitta obunachi 325 minus ber. Upgrade qilamiz. Qani go 5x ga tushmadi. Buni ham 5x olib bor balansga go 30% bilan tushdi. Prosta upgrade beryapti. Tak, endi yana bitta risk ko'ramiz. GG standoff bitta ber jigar. Normal news ochib ketaylik. Iltimos oxirgisi.
UC'ga net tushadi. No 5100 UC. Qancha bu? Yechamiz bolalar, mana omad oxirida. Просто bomba. Qaranglar, yuz olish bosasizlar, eBayga ID kiritasizlar. Keyingi va men tasdiqlarni bosasizlar, keyingini bosasizlar, ko'rishlar mumkin. 3850 UC bilan 2660 tasdiqlashni bosasizlar, UC lar mana bu yerga keladi. Yechib olishlar tarixi, redeem kodlar medias bilan bemalol tashib olsangiz bo'ladi. Ko'rishlar mumkin, men hozir 400 ming so'mga 5100 UC oldim. Bu Zeron promo kodi bilan bolalar. Videomiz omadli bo'lgan bo'lsa videoga like, kanalga obuna bosib qo'yinglar bolalar. Hammaga xayr.